Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun 3 fevral 2026-yil seshanba. Moskvaning Sholkovo rayoni Halisa qilamiz. Buxoro halisasini xo'jadoncha usulda mana tayyor. Biron soat belli yana bir 3-4 soat qaynatamiz. Endi oddiy qozonga qilamiz. Ana bunisi yana tuyoq qaynayapti. Tuyoqni pishmay qolgan qismlari, suyakdan ajralmagan qismlarni oddiyni qaynatamiz. Ajralgan qismlari qozonga pishyapti. Ana bunisida naxot, go'sht, sabzi, qayla qilamiz. Halisani yuziga quyib berishga. Bugun dam olishida bir qo'shnilar halisa qilib berib bir savob olaylik deb mana halisani boshlab qo'ydik. Ular halisa nimaligini bilmaydigan Qirg'iziston fuqarolari, Rossiya fuqarolari, o'zimizda qo'shni oblastlardan ham halisa nimaligini bilmaydiganlar bor ekan, o'zbeklar. O'zimizda halisa qanday bo'lishini bir mana ularga ko'rsatamizda, chiroyli qilib bir halisa qilib beramiz. Savob uchun yana 1,5 kilo, 1,5 kilo go'sht, bitta tuyoq, 1,5 kilo charba qilib bir chiroyliroq qildik. Endi o'zimizda xudoylar qilgan halisaday bo'lmasa ham har holda ish qilib yaxshiroq bo'ladi degan umiddamiz. Hamma sog' salomatmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Xayrli kun hammaga. Mana ko'cha 22 gradus. Sovuq, qor. Bir haftadan beri qor yog'moqda. Bugun bir dam olishdan foydalanib bir halisamiz ham tayyor bo'ldi. Ana ozgina qozonimiz kichiklar qildi. Yana biron soat qaynatish kerak. Endi shu yerda to'xtatamiz, bir 2 soat buni o'rab qo'yamiz. Nasib etsa o'zi qiyomiga keladi. Mana shu yerda yeyib chiqibdi. Uje endi quyilib keldi. Endi buni boshqa qaynatish iloji yo'q. Takiya oladi. Shirasi baland bo'lib ketdi. Endi buni hozir ko'taramiz, o'chirib o'rab qo'yamiz. Mana nimasi ham tayyor, olib qo'ydik. Ustiga podlivasi. Asliza. Mana qo'shnilarga berdim, mog'in bir choqlaymiz. Savob ishni kunda qilmasa ham kunida qil degan gap bor. Kelaveringlar. Halisa qo'ylikka Sholkovoga mana shu yerga yashaymiz, shu yerda ishlaymiz. Musofir bizni ham. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Ishlaringizga omad. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Mana kecham kirib qoldi, xayrli kech hammaga. Sog'lik, salomatlikka ko'rishaylik, sog' bo'linglar.